Buni boshqa qamoqxonalarda yotadigan do'stlarimizga so'zlab berdik. Hamid turdi buni anglab o'zini tutolmay qoldi. Uning yoshlarini eqitib esadashlari va to'xtamay "Qandoq jahon bo'lib ketdi bu?" deb takrorlashlaridan uning o'lguchiga ichinishdan ko'ra o'z taqdiriga ichinib yig'layotganini tushundim. U bir kunlari bizmi ashundoq o'lib ketamiz deb o'ylayotdi. Her daim mushundaq ahvollarda u oilasini, kichikkina o'g'lini eslab o'zini tutolmaydi. Ayolining o'zidan sovib ketishidan, o'zini kutmayla boshqa birisiga ko'ngil berishidan bek ansiraydi. Shu kunlarda Matqosimning kayfi yaxshi emas ko'rinadi. Uning bir ichidagi borlig'ini pamlab, tushda heliqi gichildab turadigan zag'rimizni yegach o'tirib so'radim. Matqosim, sizning bir dardingiz bordeklig'i. Biz yordam bergudek ish bo'lsa dang, yordam qilaylik. Bo'lmasa, tasalli bo'lsin bersak, ko'nglingiz ko'tarilib qoladi. Hech kim yordam qilolmaydi, dedi u bosh chayqab. Shundoq bo'lsinmi deb beqing, tasallimi ba'zida odamning ruhiga madad bo'ladi. Mehrigul bilan bo'lgan ish oxiri qamlashmadi, dedi u uzoq arasaldilikdan keyin. U meni yaxshi ko'rmaydi ekan, faqat bir yaxshi aka deb biladi ekan. Bo'pti ukam, ko'nglingizni yerim qilmang. U qizning mu nima amali? Ko'ngil deganni zo'lig'ili bo'lmaydi-ku. Zo'lg'an ishmi yaxshi natija bermaydi. Shu hozirmi turgan yerimiz bu tursa. Ma'qul desimi foydasi yo'q-ku. Bu yerdan saq chiqamdiq, o'ligimiz chiqamdi. Tasalligimi so'z topamadim. Ammo keyin almasdan surishtirdim. Uni yordam qilmadingmi deb so'ragandim, u Mehrigulning nima deganligini aytib berdi. Yeshi mendan bakli cho'ng, dadamdek bo'lmasimi, cho'ng akamdek odam tursa, xijil bo'laman, debdi. Ammo Matqosimning o'tmishini anglab, uningga bakli ichingan. Shundan keyin alohida hurmat qilgan bo'lsa-mu, yanada yaxshi ko'ramaydiganligini aytibdi. Qisqasi, bichora Matqosimning ko'ngil ishiga hech qaysimiz yordam qilolmay, baklimay yuzlandik. Bizni ko'proq almas mashg'ul qiladi. U har zaman biror gap tepib, jimliqni buzib, atrofdagilarni og'ziga qartib turadi. U ativorliq bola ekanmish. Mana endi bu erki bola bu yerda eg'ir emgaklarda qiynalib turibmi, yana shu sho'x mijozini yo'qotmagan edi. U qo'shimcha yemakliklarni tepib turadi. Bika turmay piqirab, odamlarni aralab turg'ashqa, u bizning uchur vastimizmi bo'lib qolgan edi. Mehrigul g'amkin bo'lib qoldi. Kam so'z edi. Bu hol uningda bir oz shoirlarga xos tuyg'u borligini dalillaydi. Balkim u bir nomsiz shoir bo'lishi mumkin, kim biladi. G'amkin kulimsirab qo'ygan chog'larda shundoq o'moq bo'lib ketadi. Har kuni billa bo'lish aramizda shundoq mehr shakllantirdiki, men uni o'z qizim deb o'ylab qolatdim. Agar uni birsi bo'zak qilishga jabdusa, mening jon pido qilishimda, qilch ikkilanmay uning uchun o'lishimda gap yo'q edi. Boshqa ziyoli tanishlarimni nagan-naganda ko'rib qolatdim. Rostini desam, shulardan bag'anch ko'nglim qilyotdi. Bo'libmi, shoir deganlarni ko'rsam, bo'g'imli keladi. Ular har zaman zamonning shamollariga usul o'ynab, madhiyavozlik qilishadi. Nurg'un riyozatlarni chektirgan Xitoy hokimiyatini yana tili bilan berib madhiylaydi. Oqidan yana mahkum bo'lib, eg'ir emgakka selinganda irodasi bo'shab, kuchkunib ketganlarini ko'ratdim. Ishonatdimki, ular qayta jamiyatga chiqadigan bo'lsa, yana madhiya yezishdan xijil bo'lishmaydi. O'tgan bir davrda so'kilgan bir iqimni endi madhiylaydi. Ajoyib maydonsiz. Ko'rilyotidiki, ular faqat atalmish ijodiyatlarni e'lon qilib bo'ladi. Nomi chiqsili bo'ladi. E'lon qilish uchun jahonga moslashmasi bo'lmagan. Shunga har sanamga dassaydi. Tarix, kelgusi avlodlar qandoq baho berar deganni o'ylab o'ltirmaydi. Nihoyatda az bir qismining ar-nomus tuyg'ularini saqlaganidan boshqa ko'pchiligi ana shundoq rasvo edi. Alam ichida shunimi ko'rdimki, lagerlardagi jinoyatchilar uchun nashr qilinadigan o'zgartish gazetiga she'r yozadigan tutqun shoirlar bor edi. Ular faqat o'z ismini matbuotda ko'rishga emas edi. Bunda g'ayriy aqliy qilmishlardan keyin yana nima o'ylash mumkin? Shoir emaslar tuzukroqmidi?
Ular şair bo'lmag'achqa o'zgarishchan maydonlari ifodalanib turmaydi xolos. Ammo ularmi bakli chidamas edi. Kishilar ichida eng chidamas, eng ojizlarining ziyolilar ekanligini his qilib turatdiq. Chunki ular jamiyatdagi o'rnini bakli yuqori mo'ljarlab olg'achqa, bu o'rinning reallikqa aylanmasligi ularni bakli azoblaydi. Odatdagi dehqonlarda reallikqa qo'yilgan talab bundoq yuqori bo'lmag'achqa, ularning azobi ziyolilardan azroq bo'ladi. Ziyolilardagi o'z nazarida o'zi erishishga tegishli imtiyoz qayg'usi ularda xam xiyollarni paydo qilib, nimalardandir umidlantirib turadi. Lekin bu xil yolg'on umidlarning darhol ko'pikka aylanadiganligi ularning o'ziga ayon edi. Mana mush xil ko'pikni amal qilib rost qilish orqali reallikni qayta qurashtirishga urinadiki, ko'z oldidagi xarobilikni va halokatni idrok qilishga petinolmaydi. Sodda dehqonlar bo'lsa, ko'z oldidagi xarobilik va halokatlik taqdirni eng bo'lmaganda idrok qilib, o'zlarining qanday holatga tushib qolganligini bilalaydi. Şuna ular xam xiyal əsəbiylikdə xudunu yo'qotgan ziyolilardek o'z xam xiyalini qo'g'dash uchun har qanday haqoratga bardoshlik berib, pukilib turib xam xiyalini qo'g'daydiganlardan emas edi. Turmalarda shuni bildimki, do'stlikqa yaraydiganlar, erkakchilikka borlar, o'limga pisand qilmaydiganlar yanala sodda xalq edi. Agar bir oz ko'zini ochadigan bo'lsang, o'g'ri qimavozlarmi ajoyib jasur odamlarga aylanadi. Bu maydondagi cheg'imda yuz bergan eng ichinishliq bir voqeani bayon qilay. Bu mening ashu do'stlik halqamdagilarga aloqador bo'lg'achqa, yana ashu muhitdagi mening oila a'zolarimga aloqador bo'lg'achqa, bu voqeani ichinishliq deyapman. Bo'lmasa, bunchalik ishlarni ichinishliq deb ketmaydigan darajaga kelgan edik. Shundoqla o'xshib ketadigan voqealarmi oz bo'lmagan. Qisqagina 3 yil ichida heliq to'pilik bag'ridagi yangi qabristonlik bir muncha kenglikka yayilgan edi. Bu vaqa mundaq bo'ldi. U kuni men Hamid turdi bilan zag'rimizni yeb bo'lib, gaplashgach ish tarafga mengib ketibdimiz. Gaplashish bilan vaqtmi to'shib qolgan edi. Bilasiz, bu Hamid degan nozik odamning dadijiq, doimli qaqshab turdi. Hesdoshlikqa muhtoj. Uning ayoli har holda uningdan chek-chegara ayirib, ajrashadiganligini jakolagandek qiladi. Shunga u bo'shishib ketgan edi. Shunga butun diqqatim shuningda qapti ekan. Metqasim, Almas mehrigullarni uchratmaganimmi diqqatimni tortmabdi. Bir kamda oq tarafimizdan qiyochiya chiqib ketdi. Texi ko'pchilik maydon deydi. Azroq odam ish o'rin tarafga qarab xushyoqmaslik bilan siljib o'tadi. Qiyachiyani anglabla ishqa ketayotganlarmi nim bo'lgandi deb qiziqib kayni yenishdi. Bizmi kaynimizga yandiq. Bundaq ishlar qiziqishdanmi ko'proq bahonada bir oz bo'lsin ishqa tushish vaqtini kechiktirish uchun bo'ladi. Qistilib oldiga o'tishga tirishdik. Odamlar sanjoq-sanjoq turishadi. Nim bo'pti deb so'radik. Bir yosh yigit Mao Bingtanning Xitoylarning cho'shqixonasining yanidagi yem xashak qo'ygan cho'pxonadan cho'shqiga beradigan qo'noq o'g'irlab tutilib qopti ekan, shu balani bak uribdi, deyishdi. Bunu anglab Hamid bilan ikkimiz bir-birimizga qarashdik. Bu qo'noqni yeganlar orasida bu ikkimizmi botdiqda. Shuning bilan qistilib yurib oldiga o'tdik. Oldi tarafda ishqi rotisidagi dehqon askar Xitoylar miltiqlarini ko'tirishib chiqib, bir tam hosil qilib, ko'pchilikni to'sib ulgurgan ekan. Bingtuanchilarning to'siqi ichida qolgan Almasning bosh ko'zi qon holda ikki gundupayning qo'lida yulqinib turadi. 4 Xitoy bingtuanchi bilan 2 Uyg'ur gundupayning orasida yana biri dumbalanib o'tadi. U yerda yumulinib, topdek putdan-putqa pas berilayotgachqa uni to'nig'ili bo'lmadi. Shu chaqda qayoqdandir paydo bo'lgan Mehrigul esa degan holda menga: Xitoylar aslida Almasni tutib olibdi ekan. Uni urayotganda Matqosim ko'rib qilib etilib bordi. Odamning cho'shqichilikmi qimmati yo'qmi? Ha qancha bo'lsa-mu bu qadarmi bo'lamdi deb vaqirab bir gundupayni urib yiqitibdi. Endi bir Xitoyningmi burnini qanatdi. Shundoq qilib Xitoylar suran seliverdi. Hamma Xitoy miltiqlarini ko'tirib chiqib, ko'pchilikni to'sib oldi. Andin Almasni qo'yib Matqosimni urg'ili turdi, dedi ahvolni tunishtirib. Bosib o'tamaydiq. Chorasizlikdan tit-tit bo'lib ixtiyorsiz vaqiravatdim. Yetar, jallodlik!
Oylamagan yerden köpçilik muaqidin qoşulup süren saldı. Bu yerdekilerinin köpçilikini yestaşlık kılıvatıdı degili bolmaydı. Bularning ichida haqqayan besishga jur'at qiladiganlar oz edi. Ammo ular mushundaq ishlar orqali birdan bo'lsa hayol bo'lib, ishqa berish vaqtini kechiktirib, jonni aram oldirishni o'ylaydi. Qandaq niyatda bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, bu cho'qan unum berdi. Chunki biz bak ko'p odam edik. Ular isyon chiqadi deb ansirab turadigan bo'lg'ashqa, darhol urushdan to'xtagan bo'lsa-mu, Matqosimni bizga bermadi. Lager başlığı payda bulup köpçülükке aldamçılık bilen təsəlli bəgili turdu. Köpçülük, bizge işinіңla, sizler vaqtida işinlarga meňinglar. Matqosimni biz doktorga apirib tekşürtgenden keyin, andın öz ornuga akilip qoymiz. Onun günahini sürüşti qılmasak bolmaydı. Çünki o saqçılarımızın vazife ötüşige tosqunluq qılgan. Bu bir cinayet. Eğer sizler derhal iş qılmay vaqa to'g'dirdigan bolsanglar, aqibetini o'ylab qo'yasizlar. Şu arada qo'shni gazarmadan qurolliq askarlar yig'ib ketdi. Ularga xabar berilgan ekan. Askarlarning surhayvisi besimi ostida ko'pchilik ishqa menishqa majbur bo'ldi. Askarlarning kelishi bilan qaytadan kuchlangan to'movchi Xitoylar Matqosim bilan Almasni yana urib, so'rgancha maydon ishxonasiga ilib ketdi. Bizning ichimizga bir vahima kirib oldi. İşten tushguncha kallamiz gadirmach xiyollar bilan to'lib, atrofda nima bo'lyotdi? Bilmigidek derecede gangsa bo'lib qoldik. İşten tushib, hammamiz o'zlarimizning turalg'usi bo'lgan solaxonalarga taqidik. Bizninkida 500 dek mahbus bor edi. Uzunisiga qizib, usti yepilgan gamilarda yotdik. Har gamida 50 cha odam yotqashqa, qistongchilikdan o'rilishga imkon yo'q. Yipdek so'zilgancha tayoqdek yotdik. Men oqshimi Matqosimning gamisiga kirdim. Gamidagilardan so'radim. Xitoylar uni texi akamigan ekan. Yuragim dukuldashga boshladi. Uning qilgan ishi haqiqatan xatarli ish edi. Bunda pay saqchilarga yongan, qo'l yondirganlar bak jazolanadi, bak qattiq jazolanadi. Mushu orqali yuraklarni mujib, ulardan qo'rqadigan psixik shakllantirish maqsad qilinadi. Atisi yana ishqa berishga sab bo'lish pushtiga chelindi. Men Matqosimning yanida yotadiganlardan yana so'radim. Kechijimi uni akamapti. Bu bir shumluqning alomati edi. Kunduzlarimi quluqimizni den qilib, har uchurga hezi bo'lib turdik. Biror xabar bo'lmadi. Tushda zag'rimizni yegach maydonda o'ltirgan Hamid, Mehrigul uchimiz xuddi hozirlardak eg'ir tinibli o'ltirdik. Bir-birimizga gap qilgudek raqtimiz yo'q edi. Mana shunday qilib 3-kuni bo'lganda Almasning qaytarilganligi uqildi. Uni atdiganda ishqi menish uchun sap bo'lgan vaqtimizda har qaysi solaxonalarda o'xshash vaqt o'qtirgan edi. Jinoyatchi Almas davlat mulkini o'g'irlaganlik uchun jazo muddati yana 3 yil uzartildi. Ya'ni kimdikim ibrat olmay o'xshash jinoyatni sodir qiladi ekan, oqibati mushundoq bo'ladi. Proletariat diktatoriyasining po'lat mushidan qochib qutulolmaydi. Bu uqtirishdan maqsad bizni xabardor qilishni emas, aksicha bu ibrat orqali boshqalarni qo'rqitishni ko'zlaydi.